Biznes egalarining 90% o'z biznesini boshqaraman deb o'ylayapti. Ya'ni biznes egasi oy yakuni bo'yicha daromad va sof foydaga qarab butun biznesga baho berishadi. Va bu to'g'ri, chunki bu ikkita katta muhim KPI dan hisoblanadi. Lekin bu KPIlar o'zi fakt bo'yicha gapiradi. Ya'ni kompaniya qaysi holatda turganligi haqida bizga ma'lumot beradi. Va nima uchun unaqa KPI bo'lganligi haqida bizga boshqa KPIlar kerak bo'ladi. Aslida bu KPI boshqa. Ya'ni bu KPIlar natija. Lekin bu natijagacha bo'lgan boshqa KPIlar bor-ku, ayniqsa mana shu KPIlar nazoratsiz qolib ketyapti va bu albatta sof foydaga va daromadga ta'sir qilyapti. Aynan shu haqida bugun gaplashamiz. Istalgan kompaniyalarda 3 ta muhim blok bor. Birinchisi mahsulot ishlab chiqarish, ya'ni xizmat yaratish. Ikkinchisi leadlarni jalb qilish, ya'ni mijozlar jalb qilinadi va sotuv, marketing va sotuv. Endi biz egasi o'z biznes boshlayotganda men nima ish qilsamikin atrofda biznes paydo bo'lgan. Ya'ni men demoqchi bo'lgan biz egasi mahsulot ishlab chiqarishi yoki xizmat yaratishi jarayonini yaxshi tushunadi. Lekin leadlarni jalb qilishda va sotuv jarayonida ayniqsa mana shu ikkita katta blokning ichida juda ko'p problemalar paydo bo'lyapti. Biz egasi biznes boshlayotganda, ya'ni 1 yil oldin, 2 yil oldin marketingdagi va sotuv instrumentlar boshqa edi. Hozir mutlaqo boshqa instrumentlar bor. Va biz egasini mana shu ikkita blokda problema borligini bilib turib, marketolog va sotuvchini ishga jalb qiladi. Bu ham to'g'ri, lekin bularni ishga jalb qilayotganda ularni nazorat qila olmayapti. Ayniqsa mana shu joylarda biznesda juda katta problema bor. Va biz egasi marketing va sotuv yaxshi ishlayotganda yoki yo'qmi, faqat daromad va sof foydaga qarab baho beradi. Tushunarlimi? Biznes egasi marketing yaxshi ishlayotganmi yoki yo'qmi, yoki sotuv jarayonida yaxshi ketyaptimi yoki yo'qmi, ikkita pastdagi muhim bo'lgan KPIga qarab nazorat qilyapti, baho beryapti. Lekin asli bu noto'g'ri-ku. Chunki oy yakuni bo'yicha marketing, sotuv yaxshi ishladimi yoki yo'qmi deb aytish mumkin. Sotuv varonkani agar tasavvur qilsangiz, bir nechta bosqichdan iborat. Biz egasi har kuni har bitta bosqichda nazorat qilish shart. Yaxshi bo'lardi emas, shart. Chunki agar har bitta bosqichda nazorat qilmasa, oy yakuni bo'yicha kutilmagan surprizlar ko'payib ketadi. Biz egalari bilan marketing va sotuv haqida gaplashganimizda nima ayniqsa mana shu ikkita muhim blokda problema bo'layotganiga bir nechta sabablar bor. Birinchidan, biz egasi marketing va sotuv jarayonlari haqida bilimlar juda soyasi yoki umuman yo'q. Nima nazorat qilish bilmaydi. Nima KPIlar bor? Marketolog nima ish qilish kerak? SMMdan tashqari. Sotuv qanaqa nazorat qilish kerak? Bu juda katta muammo. Keyingisi, biz egasi marketing va sotuvni jamoaga topshirgan, o'zi in-house yoki outsource, bu ham normal holat. Lekin ayniqsa bu shu komanda nima ish qilayotganini ham nazorat qilish kerak-ku. Biz egalar bilan gaplashganda men ularga topshirgan, chunki ular mutaxassis deb o'ylayotgan. Va uchinchisi muammo eng dahshatli. Biz egasi marketing va sotuvni yaxshi bilaman deb o'ylayotganligi uchun hamma ish o'zi qilyapti. Lekin aslida marketingni ham 40%, 30% bilmaydi. Sotuvdan xush ahvol. Mana shu 3 ta muammo biz egasi hal qilmaguncha, u faqat biznesdagi bor yaralarni davolatishga majbur bo'ladi. Endi bu yaralarni oldini olish bir nechta profilaktik instrument bor-ku, nima uchun biznes egalari buni bilishmaydi va foydalanmaydi. Ayniqsa biznesni umumiy kasalligini temperatura o'lchaymiz-ku gradusnik orqali. O'sha har kuni biz ham biznesni gradusnik bilan o'lchashimiz kerak. Bu KPIlar, kunlik KPIlar. Haftalik emas, oylik emas, kunlik. Marketing va sotuv jarayoni kunlik KPI mavjud. Ayniqsa bularni joriy qilganingizdan keyin biznesda bor muammolarni shunda pastdan tepaga chiqadi. Chunki siz bu kunlik KPI ni nazorat qilganingizda mas'ul xodimlaringiz ham javobgarga tortiladi-ku. KPI pastga tushyaptimi yoki yaxshi ketyaptimi? Nima sababdan KPI pastga tushayotganini kunlik nazorat qilganingizdan keyin albatta birlamchi sabablar tepaga chiqadi. Ya'ni ochiladi birlamchi sabablar. Sizdan oldin buni ochilmagan sabablar ko'rasiz bir nechta muammo borligini.
ular shu joyda o'zida uni yechib biznes sekin yaxshilanadi. Bitta yeri yo'q ketadi, ikkinchisi va shu bilan biznes tuzalib chiqadi. Men demoqchi bo'lganim, mana hozirgi kunda biznesda juda ko'p muammolar bor va eng asosiysi sotuv yo'q. Chunki konkurensiya ko'p va mijozlar oldida juda katta tanlov bor. Biz egasi to o'zi ichidagi muammolarni hal qilmaguncha bir nechta qancha byudjet ajratsangiz ham, qancha kanallar orqali leadlarni jalb qilsangiz ham foydasi bo'ladi, lekin qisqa muddatli. Uzoq muddatda biznes yashash uchun ichidagi tizimni yaxshilash kerak. Keling endi KPIlarni joriy qilish va nazorat qilish real case misolida ko'rib chiqamiz. O'zi любой kompaniyada ikkita varonka bor. Sotuv varonkasi, umumiy va CRM degan. Agar kimda CRM bo'lmasa, sotuv bo'limida ham desa bo'ladi. Lekin bu xato, agar CRM bo'lmasa. Endi qarang, umumiy sotuv varonka ikkita qismidan iborat: marketing va sotuv. Marketing qismi ham bizda batafsil KPIlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Chunki ayniqsa mana shu bosqichlarda lead kelib chiqishi boshlanadi. Va ko'p biznes egalari bularni nazorat qilmaydi. Ular faqat kuniga nechta zaifga tushdi va qancha sotildi. Tasavvur qiling, $3,000 orqali 100 mingta prosmotr bo'ldi. Ya'ni sizning reklamalaringizni 100 marta insonlar ko'rdi. Keyingi bosqich, men sizning reklamangizni ko'rgandan keyin nima qilishim kerak? Yoki saytga o'taman, tugmaga bosib podrobniy batafsil ma'lumot olish uchun saytingizga o'taman, yoki Instagram akkauntingizga, yoki lead formiga, yoki Telegram kanalingizga, yoki Telegram chatga o'tishim mumkin. Ayniqsa mana shu prosmotrdan keyin tugma bosayotganlar va sizni saytingizga o'tayotganlar soni qancha? Bu ikkinchi KPI. O'rtada turgan KPI CTR deyiladi. Jami bosganlar biz jami ko'rganlarga bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. Foizda o'lchanadi. CTR necha foiz bo'lishi kerak haqida biz keyingi videolarni ko'rib chiqamiz, lekin biz CTR ni o'lchashimiz kerak. Ko'rishlar soni CTR va siz saytingizga o'tganlar nechta? Saytga o'tayotganlar nechtani to'g'ri hisoblash uchun biz analitika olamiz va bu marketing bilish shart. Meni saytimga oy davomida har kuni nechta foydalanuvchilar kirayotganligi haqida bizga web analitika, ya'ni maxsus instrument orqali biz tahlil qilishimiz mumkin. Bu raketani yasachish haqida gap ketayotgani yo'q, bu oddiy narsa. Bu marketing bilish shart. Agar marketingingiz bilmasa, tabriklayman. Endi nechta saytga o'tganlar va nechta ularni ariza qoldirganlar. Bu keyingi bosqich. Ayniqsa bu KPI ham marketingga tegishli. Chunki marketolog o'zi sayt yaxshilash kerak, doimiy ravishda dolzarb ma'lumotlarni joylashtirish kerak, ko'rinishlar zo'r bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, 300 mingtadan 1 mingta o'tdi saytingizga. Shu mingtada nechta zaifga qoldirganligi haqida biz marketologdan so'raymiz. Chunki sayt yaxshi bo'lishi kerak va jalb qilayotgan trafik sifatli bo'lishi kerak. Bu 100% marketologga tegishli bo'lgan vazifadan bittasi. Mingtada 100 ta zaifga qoldirgan, 10% deylik. Va zaifga tushgandan keyin ayni shu bosqichdan boshlab sotuv bo'limi barcha zaifga o'ziga oladi va ularni obработка qilishga o'tadi. Sotuvchilar 100 ta zaifga olgandan keyin nechtasiga aloqaga chiqqanligi haqida ham bitta KPI bor. Ya'ni 100 ta zaifga 80 taga aloqaga chiqildi. Kimdir trubka ko'tarmasligi mumkin, kimdir nomer shunchaki qoldirgan bo'lishi mumkin. Xullas 80 taga aloqaga chiqqan bo'lsa, keyingi bosqich kvalifikatsiyadan o'tkazish. Ya'ni lead malakalimi yoki yo'qmi? Ayniqsa mana shu bosqichda sotuvchilar lead sifatli yoki sifatsizligi haqida marketologga ma'lumot berish kerak. 80 tadan 50% sifatsiz, 50% sifatli. Ya'ni 40 tasi bo'ldi, men sizni bepul darsingizga yoki uchrashuvga chiqishga tayyorman deydi. Lead qiziqish bildirdi va o'zi sotuvchi bilan uchrashishga niyat bildirdi. Endi savol,
lead sifatli yoki yo'qligini nimadan bilsa bo'ladi? Ayniqsa mana shu joylarda bo'lim sotuvchilar va marketologlar juda katta konflikt chiqyapti. Sifatli lead beraman deb o'ylayapti marketolog yoki targetolog. Bu yerda sotuvchi yo'q, sotmayotgani uchun birinchisi aybdor marketolog deydi. Sen sifatli lead bermayapsan deydi. Va biz egasi marketing va sotuvni yaxshi bilmaganligi uchun realdan kelib chiqish kerak. Kim prav, kim nepravligini o'zi ham bilmaydi. Birinchi navbatda lead sifatlimi yoki yo'qmi, shablon yechim yo'q. Bu yerda marketolog yoki targetolog, targetga qotgan mutaxassis sotuvchi bilan o'tirib kelishib olish kerak. Telefon ko'targan, aktiv savol-javob qilgan, narx so'ragan, agar o'quv markazi misolida bo'lsa, bepul darsga kelishga niyat bildirgan yoki uchrashuv chiqishga, uchrashuv belgilashga niyat bildirgan sifatli lead hisoblash mumkin. Yana bir marta marketolog sotuvchi bilan kelishib olish kerak. O'shandan keyin nizo kelib chiqmaydi. Nizo chiqish mumkin. O'shanda marketolog sotuvchi gapirayotgan gaplar agar serin bo'lsa, eshitib chiqadi va aytadi sotuvchiga: "Sen bu yerda skript bo'yicha gapirmagansan. Shu joyda sen to'g'ri javob bermagansan." O'sha lead sifatli yoki yo'qligi haqida o'zi ma'lumot olganimizdan keyin real uchrashuvga chiqqanmi yoki yo'qligi yoki bepul darsga kelganmi yoki yo'qligi haqida ham KPI bor. Birinchisi mak boraman degan va fakt kelganlar soni boshqa. O'sha 40 ta kelaman degan bo'lsa, 20 ta fakt bo'yicha kelgan. Bo'ldi. Bepul dars ko'rib, hammasi yoqqan bo'lsa, keyin 10 tasi xarid qilgan. 10 tasi xarid qilgan. 10 tasi o'rtachek deylik $100 yoki $200. 10 ta mijoz $200 2000. Lekin tepa qismida biz $3000 byudjetni ajratganmiz target uchun. 3000 2000 juda katta tafovut bor. Ayniqsa shu muammolar biza oy yakuni bo'yicha emas. Har kuni tekshirishimiz kerak. Agar biz egasida kunlik monitoring, mana shu muhim bo'lgan KPI'lar kunlik monitoring bo'lganda, targetni 3 yoki 4 kunda agar natija yaxshi bo'lmaganligiga sirazu aytardi marketolog va sotuvchiga: "Kelinglar, offer o'zgartiraylik, kelinglar, skript o'zgartiraylik, kelinglar nimadir qilaylik, chunki men xohlayotgan natija olmayapman." Biz egasi hozirgi kunda eng katta marketolog va sotuvchi. Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib, eng katta marketolog va sotuvchi biz egasi bo'lish kerak. Lekin biz egasi kunlik mikromanejment bilan shug'ullanish kerak emas bunga. Bu faqat o'sha o'zi o'rnatilgan KPI'lar orqali marketologni va sotuvchini nazorat qiladi. Agar KPI'lar to'g'ri tushmayotgan bo'lsa, reja bo'yicha ketmayotgan bo'lsa, o'shani albatta mikromenejment ichiga kirish shart-ku. Chunki marketolog buni ko'rmayapti, hech narsa o'zgartirmayapti. Va biz egasi shu raketa tepaga otib, to'xtab turadi. Предупреждение, ogohlantirish maqsadida otadi tepaga. Keyin marketolog sotuvchi chaqiradi, kelib sotib yuborar ekan deb muammolar bor. Nima muammo? Kerak bo'lsa eshitib chiqadi. Yana bitta sirim bor. Qaranglar, sotuv jarayonini to'g'ri boshqaraman desangiz, sotuvchilarga delegirovание qilasiz, skript berasiz, CRM o'rnatib berasiz. Lekin haftasida 2-3 marta bularni gaplarini eshitib chiqing o'zingiz va bir necha marotaba o'zingiz javob bering mijozlarga, leadlarga. Telefon qilgan o'zingiz обработка qiling. Ularni dardini nimaligini tushunasiz. O'shandan keyin sotuvga to'g'ri baho berishni boshlaysiz. O'shanda sotuv jarayonini 100% nazorat qiladigan bo'lasiz. Bugungi mavzudagi haqida KPI ro'yxat olish uchun izohda silka qoldirdim. O'sha silka orqali bemalol o'tib o'ziga olishingiz mumkin va foydalanishingiz mumkin.